Nega 10 yil ishlab turib 50 ming dollar pul to'plagan odam aksiyalarda именно 50 ming dollar kiritgan odamdan kambag'alroq hisoblanadi? Birinchisi bu inflyatsiya va murakkab foiz. O'zbekistonda 13,5% inflyatsiya bor. Bu degani 4 yil ichida 40% pulingizni yo'qotyapsiz degani. Endi ikkinchi tomoni, siz hozir CFD yoki dividendli aksiyalar pul tikib borsangiz bo'ladi. Vanguard kompaniya, BlackRock kompaniyalari bor. Bularda plus minus yiliga 40%, 70% foydasini olib kelsak, sложный protsentni ishlatib borsak, 10 yil ichida 2 million 800 dollar atrofida bo'lib qolishi mumkin. Boshlang'ich 50 ming dollar kapitalingiz bilan. Qarang, endi real misolda gaplashib o'tib ketsak, siz bilan meni bankka именно 50 ming dollaringizni 6% dan qo'ysangiz, 10 yilda 89 ming dollar pulga aylanayotgan ekan. Endi S&P 500 ga 50 ming dollaringizni 30% dan kamida hisoblasak ham, plus minus 10 yil ichida 700 ming dollar atrofida bo'lib qolgan ekan. Endi farqini ko'ryapsizmi? Bankka qaraganda, именно aksiyalarda hozir siz 9 barobar ko'proq pul topasiz. Bu passiv daromadning o'zida. Do'stlar, foydali bo'lgan bo'lsa, meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham ko'proq informatsiyalarni aksiyalar bo'yicha Telegram kanalimda yuklab boraman.